Hammaga barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Java Craft kanalida ko'rishtirganimizda xursandman. Obunachilar, bugun sizlar bilan Spawn videosini olamiz. Birinchi qism, qani bo'lmasam katta. Sizlar bilan bugungi bu qismda biz ko'p narsalarni o'zimiz qilishimiz kerak. Ketdi mana. Meni zo'r joydan Spawn qiladigan umiddaman. Mana bo'ldi. Daraxt chopishdan boshlaymiz. Daraxt. Bilasizlar, o'zimizga daraxtdan qirqa qilib kuchayimizgacha obunachilar kanalimizga obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. 150 taga oz qoldik. Yoki 150 taga srazi 200 ta qilamiz. Obunachilar, bu ixtiyor sizlarda. Shuning uchun obuna, like bosib qo'yish hech narsa qilmaydi. Oddiy shu like bilan obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz hech narsa qilmaydi. Qani bo'lmasa bosib qo'ying. Ana bugun biz hozir nimalar qilamiz? Birinchi o'rinda virusdak qilamiz. Virusdak tayyor. Keyin endi tayoqdan kirka qilamiz. Kirka maydalab oldik. Kirkaga tayyorlaymiz. Endi bo'ldi. Qani bo'lsam birinchi o'rinda kirkamizni tayyorlaymiz. Kirka ketdi birinchisi. Mana men o'ylashimcha tosh u oq tosh deb o'ylayman. Bo'ldi. Qani sindiramiz. Ketdi. Obunachilar, sizlarga yangiliklarim bor. Yangi anaqa 150 ta 200 bo'lsak obunachilarimiz, sizlarga qanday shu haqiqiy Minecraftda tekinga tortishni o'rgataman. Ajoyib. Tekinga Minecraft tortish. Bo'ldi, mana shu yerdan qilamizdan ketamiz toshdan kirga. Davay, qilamiz. Tayyorlayapmiz. Bu faqat blok uchun qilinadi. Mana qilib sizlarga qilib ko'rsataman. Bundan kirga qilib bo'lmaydi. Ko'rvoyizlar, kirga ham qilib bo'lmaydi. Mana ko'rdilaringizmi? Ana. Bundan faqat blok yoki qurilish uchun material qo'llanadi. Bekordir. Mana blok qilishingiz uchun nima kerak? Endi marjasi. Versak deb ketamiz. Hali toshdan narsa qilishim kerak. Mana shu yerdan sakrasam tirik qolamanmi? Tirik qolmasam kerak. Tirik qolmayman. Tirik qoldim. Suvga tushdimda. Toshli ham bo'ldik. Tosh qirqamiz. Tosh qilamiz. Obunachilar, sizlar bilan hali ko'p tosh qilamiz. Obunachilar, birinchi sizlar bilan shu toshdan instrumentlar yasab, keyin asta-asta ko'tarilamiz. Mana instrumentlarimiz ham tayyor. Endi biz esa yo'lga otlanishimiz ham bo'ladi. Qani bo'lmasam, narg'i betga o'tib olishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Ketdik. Baliq. Zo'rku baliq. Meni yilaman baliq yil. Sizlarning yillaringizni kommentariyada yozib ketsangiz bo'ladi. Yilingiz baliqmi? Qaysiligini yozib keting va nechinchi yilligingizni. Men kommentariyada savol yoki shartlar bering. Aka, anaqa xohlagan shartlar bering. Shu shartlarda Minecraftda qilamiz. Qani bo'lmasa katta. Ko'rlarsiz, bir marta o'ldim ham. Qiynalishlar bo'ldi. Shuning uchun tezlashtirdim. Lekin videoni qani endi esa boshqatdan urinib ko'raychi, ko'mirga dedim. Men ko'mirga harakat qilayotgandim va ko'mirga bir yaqinlashib keldik. Lava. Keyingi anaqada kerak bo'lib qolsa kerak. Ko'mir. Ko'mir bor-ku. Ko'mir ko'p ekan. Davay, ko'mir qilamiz ko'mirdan. Ko'mirxona o'tdi-yu. Bu ko'mirlar qanchaga yetadi menga? Ana. Darajam hozir 1 bo'ladi. Qarab turingizlar. Ana 1 bo'ldi.
darajam уже 1 bu bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? Endi olma yeb olay. Qornim ochib ketdi. To'liq. Endi ishlaymiz. Ishlagan tishlaydi deydi-ku. Hozir darajam 2 bo'lib ketsa kerak-ku. Darajani 2 qilish oson-u deb o'yladim va mana shuni yorsam 2 bo'lishini bilib turib yordimdagi 2 qildimdagi va astagina chiqib ketdim. Bu yerda chunki hech narsa qolmadi. Toshdan olay. Kerak bo'lib qolsa kerak dedimdagi. Shu yerda pechka yasab oldim. Pechkani qo'yib olay. Baribir yotoqxonam yo'q. Ertalabgacha o'tirsam kerak dedimdagi qo'ydim. Va pechkani ichiga narsa qo'ydimdagi o'zimga bitta fakellar 4 ta fakel yasab oldim. 4 ta fakelni ko'rishlaringiz mumkin. Mana 4 ta fakel yasab oldim. Mana. Endi bu fakellarni qo'yamiz degan. Mana bittasini bu yoqqa, ikkinchisini bu yoqqa. Endi biz ertalab bo'lishini kutamiz. O'tirib. Keyin ertalab bo'lmasin dedimdagin shatda chiqdimdagin. Yana nima bor ekan deb o'tirganimda hech narsa topolmadim. Shuning uchun biz ketamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Obunachilar dedimdagin shatdagina bo'ldi. Unan narsa bo'lmaydi dedim. Bekor qolganim qoldi dedimdagin shatda o'zim mazza qilib cho'milib ketaman-u dedim. Shatda suvga tushdim. Qarasam yondim. Shu boya meni o'ldirgan palakat zombi kelib qoldi. Shuning uchun men sirasi oyog'im qo'limga olib suzib qochdim. Va men unda yem bo'lmadim. Qaytamga qutulib qoldim. Hozir keladi. Qarab turinglar. 100% garantiya aytdimmi va yo'q qildikdagin va urinib uni o'ldirib chiqdimdagin ana o'zimga mustaf oldim. Mislarda birma-bir yo'q qildimdagin shatda pechkaga qo'ydimdagin eritdim va aslahalar qilishni boshladim. Keyin o'zimga ketma-ket aslahalar qilib olishdim. Nonushta yeb aslahalar qilib o'tirdim. Ana oyoq kiyim, keyin bosh kiyim qilaman deb o'tirdik va asta hammasini qildim. Mana full aslaha qildim. Degan shatda naqilday. Qayg'im yasab oldim dedim. Shatda qayg'i pastga qo'ydimdagin shatda tushdimdagin. Zombini tog'alari kelibdi-ku, qasos olishga dedimdagin qochdim. Endi menga qo'y kerak. Qo'ydan jun tushadi. Jundan esa biz yotoqxona qilamiz. Keyin birinchi qism tugaydi. Shuning uchun yotoqxona qidirib yurdim. Ana qilsam yomg'ir tugamaydi. O'zim anaqa tugataman deb o'yladim-u, lekin tugata olmadim. Shu joyda tugata olmagandan keyin olmadim ham. Mana qora bo'lib o'chib chiqdi. Shuning uchun men yurdim, qancha yurganimni bilmaysizlar sizlar. Hozir bu tezlashtirilgan. Shuning uchun bizning mehnatimizga obuna, like bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Shuncha mehnatimiz uchun dedimdagin, qo'ychani ko'rdimdagin xursand bo'lib ketdim. Keyin biz unday qilsak bo'lmadi. Keyin techkina shartta qo'lga olamiz dedim. Shartta oldim. Keyin oq qo'ydan boshlasak dedim. Va oq qo'ydi yo'q qildim. Oq qo'ydi yo'q qildik. Endi kulrang rangga o'taman. Dedim. O'ylab qoldim. Bitta oq qo'y, bitta kulrang, bitta qora qo'y bo'lsa, 3 xil rang bitta anaqaga tushmay qolar-ku dedimdagin. Shatda bordim, molni o'ldiraman. Ovqat kerak menga dedim. Molni o'ldirishga tushdim. Xayr mol dedim. Bitta savalash qoldi. Bitta ursam o'lasan dedim. O'ldirdim degan. O'zim daraxt chopaman dedim. Va daraxt chopdim.
demoqchi edim, lekin qo'yam keldi degan 4 xil rangli qildi. Dedim. Menga u kerak emas-ku dedim degan shatda aynalib yurdim. Mana 4 xil rang qilib bo'lmaydi-ku dedim degan aynalib yurdim. Qancha qo'y qidirdim. Uni qo'yni o'ldirsam ham jun tushmarkan kichkinasin. Qaranglar, mehnatim ko'rasan. Qancha aynalib yurdik. Va nihoyat topdim. Bo'ladimi deb biroz kuzatib turdim kattarishini. Qanday kattarar ekan deb kuzatib turdim. Kuzatib turganda pastdagi o'tlar yeb kattarar ekan degan qaranglar. Varaq deb kattardi. Jichi kattarar. Endi o'yladim. Yon atrofda bormi dedim. Qidirsam vaqt ketadi yoki topolmasman dedim. O'ldirib ko'raychi dedim degan. Bitta o'ldirsam ham tushmadi. O'ldim degan qidirishni boshladim. Qo'y qidirdim. Endi nima bo'ladi deb o'tirdim. Qo'y qidirdim. Chiqmadi. Keyin shuning uchun qayiqda oldimlarga yurardim. Hali kechga spawnlar ko'payadi, chunki bu men darajam 4 qildim, 4-darajada spawnlar ko'proq bo'ladi dedim degan astagina o'zimni qayig'imni ovalaydanni oldim. O'tiribman. Oldi, ketdik bolalar. Endi bu yoqqa qo'yamiz qayig'imni. Hoppa. Ketdi. Keyin yon atrofga qarayman deb qayiqda boshqara olmay qoldim. Obunachilar, shuncha mehnatimiz uchun like, obuna bosib qo'yish nima qiladi? Bitta like tugmachasi, bitta obuna tugmachasi sizlardan hech qanaqa kam bo'lmaydi. Yaqinda 200 bo'lamiz. Like, obuna tugmachasini bang'illatib tashlaylar obunachilar. Qo'y topdim ana. Aytamanki, kanal haqida gapirsam bir bala topiladi. Yana yugurib oxiri yetib oldim. Va shersini oldim. Ana. Shersini oldim. Endi esa molni qilavicha desam yo'q pishmatgan. Mayli dedim. Qarasam o'zim kech tushib qopti. Kech tushib qoldi-ku, endi nima qilaman dedim degan. Endi biroz qidiraman desam, spawnlarga duch kelib qoldim. Qarab ko'rvoy. Spawnlar meni yo'q qilmoqchi bo'ladi. Shu paytigina. E'tibor bergan qarab tursangiz ko'rasizlar. Chiqik deb ana yon atrofga endi yurib kelayotgandim. Sabr bilan qaraysizlar. Hozir bizda spawnlar guruh kutib oladi. Ana. Hoppa, ochamiz. Videoni tugatamiz. Yotoqxona qidirish qiyin bo'ldi degan. Videoni to'xtatishga qaror qildim. Chunki oldimdan creeper quvlayotganda va uni bang'alatdim. Degan qochdim. Deb mazza qilyapman deganda orqada maydashka kelib qoldi.